Salom do'stlar, hammaga xayrli kun yoki xayrli kech. Do'stlar, har kungidek adashib ketdim. Hozir tilim avaylanmay qoldi. Videoni boshida afsus. Do'stlar, har kungidek yoki har safargidek videolarimiz albatta telefonda olinadi va YouTube'ga telefonda joylanadi. Do'stlar, barcha videolar xuddi shunday bo'ladi. Biz Minecraftni o'sha yeridan davom etkazamiz do'stlar va o'zimiz uchun ko'p narsa bo'ldi do'stlar. Chunki menga qo'ng'iroq qilib qolishdi. Shuning uchun videoda pauza qilib turibman. Qilib qo'ydim to'g'rirog'i. Shuning uchun yana videolarni davom etkazamiz. Xo'p, o'yinimiz Minecraftdan iborat. Biz qishloq topgan edik va yangi o'yin tashkillashtirgan edik o'tgan safar. Shuning uchun biz kumush va qanaqadir oltinga o'xshagan narsa, shu narsa o'ylab qazib topdik. Qazilmalar anaqasida nima desam bo'ladi ekan, qazilmalar orasida biz juda ko'p narsa topdik. Ko'mir, yana balobatlar, bir-birolar, mana kilkilarimiz ham, ya'ni boltalarimiz ham hammasi kumushdan bo'ldi. Kumushdagi boltalar barchasi ajoyib ravishda bloklarni tez va sifatli bizga buzib beradi. Do'stlar, biz kun yorishmoqda. Mana o'zimizga tezroq qishloqqa, ya'ni o'zimizga uy qurishimiz kerak va zarur. Do'stlar, birinchi o'chirda biz hoziroq uyni quramiz, chunki mana bundoq kutib tursak vaqt o'tib ketib qolmoqda. Shuning uchun tezroq o'zimizga uy quramiz. Bu yerdan juda ko'p narsalarni olishimiz kerak va ketishimiz kerak. Va do'stlar, biz narsalarimizni oldik va bu yerdan quyon. Do'stlar, biz qishloqni tark etmaymiz. Qishloqni rivojlantirishga harakat qilamiz. Kechasi bemalol shu yerlarda yursa bo'ladigan qilamiz. Biz qishloq atrofini juda katta ravishda devor quramiz. Birinchi o'chirda uyimizni qurib bitkazishimiz kerak. Uyimizni biz do'stlar qaysi atrofga qurganimiz afzalroq. Hozir biz buni o'ylab ko'ramiz va uyimizni chiroyli qilib qurishga harakat qilamiz. Xo'sh, biz qazilmalarimiz orasida biz shu yerdan qor topgan edik. Qor juda katta va bu yerda juda ko'p qazilmalar ortidan biz ko'p narsa olgan edik. Xo'sh, qorimizni qaysi atrofda kavlagan edik? Do'stlar, qorda biz shu atrofda kavlagan edik. Yo, bu eski qor ekan. Xo'sh, yerda edi, qayerdan kavlagan edik? Xo'sh, mana bitta kavlaganmiz hozir. Lekin bu yerga mana shu yerdan kavlab o'zimizga ko'p narsa topdik. Mana shu yerda o'tgan safargi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, albatta ahamiyat berasizlar. Xo'sh, biz uyimizni qishloqqa qaratib qurishimiz kerak. Do'stlar, shu yerga uy qurishsam nima deysizlar? Xo'sh, baribir aytganim bilan hozir video keyin chiqadi-yu, montajdan keyin. Xo'sh, biz uyimizni shu yerga quramiz. Dalsha ketdik. Bloklarni bitta-bitta buzib chiqamiz shu yerdan va o'zimiz uchun ajoyib bo'lgan uyni texnikasini qurib, uyni ham qurib olamiz. Do'stlar, videoimni ko'rayotgan bo'lsanglar, original Minecraftni qayerdan sotib olsam bo'ladi? Ya'ni o'zimda shaxsiy akkauntim orqali. Bu yerda programmistlarga harakat qildirgan edim. Haftasida Minecraftimiz ishlamay qolmoqda. Shuning uchun hozir
versiyasi kattaroqni shuni o'ylamoqdaman. Shuning uchun kattaroq Minecraft topishim kerak. Versiyasi yaxshiroq va originalini. Agar bilganlar bo'lsa, Minecraftni originalini menga o'tkazib yoki biron nima qilib olishim kerakda. Xo'sh, bizda viza kartalar yo'q, shuning uchun sotib ololmayapmiz Minecraftni. Viza kartalarimiz bo'lish uchun unga mablag' kerak. Mablag' yo'q emas, bor. Lekin viza karta ochish uchun bizga ko'p narsa kerak bo'ladi. Shuning uchun viza karta sotib ololmayapman. Xo'p, harakat qilib bloklarda buzyapmiz mana do'stlar. Hozir bu yerga juda katta ravishda uy quramiz va qishloq uchun ajoyib bo'lgan, o'zimizga chiroyli bo'lgan uy qurib olamiz. Xo'sh, bloklarimiz juda ko'p va bemalol bloklarni yasab olsak bo'ladi. Xo'sh, biz taxminan qurmaymiz. Biz rivojlangan bir qishloqni rivojlantirishimiz uchun biz ajoyib bo'lgan uyni qilishimiz kerak. Shuning uchun do'stlar, juda ko'p narsa ketadi uy qurish uchun. Juda ko'p material ham ketadi. Montaj borasida montajimiz agar sal boshqacharoq tovushlar chiqayotgan bo'lsa yoki ma'qul bo'lmayotgan bo'lsa, menga kommentariyaga yozinglar va men buni harakat qilib o'zgartirib qo'yaman. Xo'sh, do'stlar, yana bir masala. Montaj videosiga agar kimda kim bizga yordam bermoqchi bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, kanalimda nima desam bo'ladigan, kanalimda Telegram chatim bor, bemalol yozib, Telegram chatimga yozib ko'zinglar bo'ladi. Hozir bloklarimiz ham ozgina qolibdi. Uchun kechirasizlar. Telefon juda ko'p borligi uchun qatmoqda. Bizga quyida shuni ham kerak bo'ladi. To'g'ri, qayerga ketyapsan? Bizga qo'ydi shuni kerak bo'ladi, chunki qo'ydi shunidan biz yotoq tayyorlasak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda yana qo'y kerak, tovuq ham kerak bo'ladi. Xo'sh, yana bitta qo'y topdik. Bu qo'ydan biz to'g'ri, qayerga ketyapsan? Xo'sh, tezroq kun botmasidan oldin, kun ham tez ketmoqda. Kun botmasidan oldin biz uyda qurib bitkazishimiz kerak. Hozircha bir etajli uyda yashab turamiz rivojlanganimiz uchun. Keyin o'sha rivojlanganimizdan keyin ko'p narsa qilsak bo'ladi. Xo'sh,
tezroq biz yasashimiz kerak. Eshik kerak bo'ladi bizga. Hop, eshik yasash uchun bizlarga xo'sh, eshigimizni yasashimiz uchun kumushdan eshik yasab qo'yamiz yoki bunga ko'proq kerak bo'ladi. Xo'sh, normalniy usul yopiladi. Endi bizga yotoqxona kerak bo'ladi. Xo'sh, hop, 3 ta qo'y yungi kerak ekan. Shuning uchun biz yotoqxona yasashimiz uchun hozir bu yerdan ketishimiz kerak zudlik bilan. Chunki qorong'i tushmoqda, borib tezda birontasini joyiga yana yotib turishimiz kerak. Bo'lmasam bizni qamrab oladi zombilar. Xo'sh, bu yerda yaxshi hech kim yo'q ekan. Davay yotib olamiz. Xo'sh do'stlar, biz blok kalagani tushamiz. Yana blok bitta qo'y, birinchi uchurda bitta qo'y topishimiz kerak. Xo'sh, mana bu yerda qo'y bor ekan. Xo'sh, bizga bu ham tovuq go'shti ham kerak bo'ladi. Xo'sh, qo'yni o'ldiramiz. Iloji yo'q boshqa, chunki qorin ham ochiq qolib qolishi mumkin. Endi biz sirasi pastga tushib bloklardan ko'proq olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, boy joydan blok yig'a boshlaymiz do'stlar. Blok juda ham zarur, chunki uyimizni to'liq bitkazishimiz uchun kerak bo'ladi. Kerak bo'ladi. Bu yerda juda ko'p narsa topsa bo'ladi. Blok iloji boricha ko'proq olamiz, chunki blok biz uchun juda zarur. Uyimizni yasash uchun, tom qismlariga ham chiqishimiz uchun zinapoya o'rnini bosadi. Ya'ni zinapoya yasasa ham bo'ladi. Bundan bloklar nechta bo'ldi? Bloklarimiz 964 ta yurtibdi. Yana 60 ta blok qilishimiz kerak do'stlar. 60 ta blokni o'zim kalab olishni ham o'zi bo'lmaydi, chunki kilkimizning quvvati tugamoqda. Shuning uchun imkon qadar shu yerdan qazib olyapman, chunki bu yerda ko'mirlar ham bo'lishi mumkin. Ko'mirlar ham chiqib qolsa, biz ko'mirlardan ko'p narsalarni eritib olsak bo'ladi. Bosaveramiz gazini. Albatta ko'mir chiqib qolsin degan. Bosh ilkimizni quvvati tugadi, kechki ilkimizni oldik va ilkini davom etkazamiz. Urishni bizga bu ham
sig'madi. Shuning uchun biz mana joyimizni bo'shatib kelishimiz kerak. Xo'sh, biz shu yerdan kelgan edik va darsi chiqib ketamiz. Yomg'ir ham normalniy yog'moqda do'stlar. Xo'sh, biz uyimizga darsi boramiz va uyimizni qurishni boshlaymiz. Xo'sh, uyimizni qurishimiz uchun bizga zinapoyalar kerak bo'ladi.
yaxshi yig'ilishini istab qoladi. Imkon qadar obunani to'xtatmaymiz. Yangi kirganlar video inshaalloh yana chiqaramiz va kommentariyaga yozib qoldiring. Qanaqa video chiqarishimni Zel 130 keyingi video emas, inshaalloh Zel 130 bo'ladi, chunki uni ham muxlislari kutib qolmasligi uchun imkon qadar Minecraftni ham Zel 130 ni ham chiqaraman. Do'stlar, barchaga xayrli kun yoki xayrli kech. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchaga